Bunaqa chang havoda tashqi shaxsiy himoya vositalarimizdan tashqari eng birinchi navbatda ratsionimizga ahamiyat berishimiz kerak. Birinchi navbatda antioksidantlarga boy ovqatlarni iste'mol qilishimiz kerak. Tarkibida vitamin C, vitamin E, B guruhi vitaminlari bor bo'lgan mevalarni, mahsulotlarni iste'mol qilish kerak. Chunki chang havo oksidativ stressni oshiradida, insonni asabiy qilib qo'yadi. Ko'proq suyuqlik ichish kerak ikkinchi navbatda. Chunki chang zarrachalari nafas yo'lida yopishqoqlikni oshirishi sababli ko'proq suv ichganda organizmni yuviladi. Qovurilgan ovqatlarni iloji boricha ratsiondan uzoqlashtirish kerak. Sho'rvalar mumkin. Nima uchun qovurilgan ovqatlar? Ular yopishtiruvchi, yopishqoqlikni oshiradi tanamizda. Yopishqoqlikni oshiruvchi moddalarni kamaytirish kerak va ratsiondan iloji boricha chiqarish kerak. Tuzni me'yorida iste'mol qilish kerak. Iloji boricha sho'r ovqatlarni, achchiq ovqatlarni kamaytirish kerak. Chunki tuz organizmdan suyuqlikni olib chiqadi. Suvsizlanishga olib kelishi mumkin tanani. Sahifamga obuna bo'ling. Sizga yanada qiziqroq ma'lumotlarni sahifamda berib boraman.